Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugungi videomizda Umra safari haqida gaplashamiz. Qayerlarda bo'ladi, necha kun bo'ladi, qanaqa taomlar beriladi, qat-qatlarga ziyoratlar bo'ladi. Shularda batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, Umra safarimiz 14 kun bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makka da bo'ladi. 3 kun Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makka da 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makka da o'zimizni o'zbek povur akalarimiz xizmatda turishadi, chiroyli yaxshi ovqatlar bilan siylashadi Xudo xolasa. Ziyorat sayohatlarimiz bor. Birinchi bo'lib payg'ambarimiz razalaridan Madinadan boshlanadi ziyoratimiz. Payg'ambarimiz razalari Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'i, Muzdalifa, Hiro g'ori, Qubo masjidi, xo'p, Arafat tog'i, Qizil dengiz va Toyib shahriga ziyorat sayohatlarimiz bo'ladi. Mutaxassislik boshlarimiz birgalikda sizlar bilan o'sha 14 kun mobaynida boshidan oxirigacha birgalikda turib, ziyorat, sayohat, ibodatlar barchasini tushuntirib birgalikda qilishadi. Xudo xolasa, Toyib shahriga chiqib kelgandan keyin yana bir marta umra amalini qilsalang bo'ladi. Ehrom balinadi erkaklarga, ayollar o'sha o'zlarining kiyimlarida ehromga o'tiradi. Bemalol ikkinchi marta umra amalini qilsalang bo'ladi. Bitta to'lov evaziga ikkinchi marta umra amalini qilsalang bo'ladi. Bizning firmamiz tomonidan bitta to'lov evaziga sovg'aga beriladigan sovg'alarimiz bor. Bular birinchi bo'lib bejik beriladi. Shunday bejik beriladi. Har bitta ziyoratchimizga o'sha bejik beriladi. Kamzulcha beriladi. Shunday kamzulcha beriladi. Bitta to'lov evaziga bepulga beriladi. So'mga beriladi. Bu so'mkamizga o'sha dokumentlar, kerakli narsalar sovg'asalang bo'ladi. Juda ham asqotadi bular. Bundan tashqari qaytib kelayotganlaringda har bitta ziyoratchimizga 5 litr zamzam suvi beriladi. Xo'p, endi yosh kattalar otaxon, onaxonlarimiz bo'lishadigan bo'lsa, ayoqlari og'riydigan bo'lsa, qiynalishsa agar yurishga, aravacha masalasiga keladigan bo'lsak, aravachani misol uchun Farg'onadan uchadigan bo'lsalar, Farg'onadan bemalol olib ketsalar ham bo'ladi. Samolyotimiz hech qanaqa kiloga pul olmaydi, ortiqcha to'lov qilmaysizlar, bemalol borib ziyoratlar, ibodatlar qilib kelaverasizlar. Agar xohlasalaring, atdan olsalar ham bo'ladi, atdan 14 kunga sizlarga bepulga beriladi, bemalol o'sha ziyoratlar, ibodatlar qilib olsalar ham bo'ladi. Qaytib kelayotganda tashlab ketsalar ham bo'ldi. To'lovga keladigan bo'lsak, sizlar Telegramda aloqa qilsalaring, ekranda nomerlarimiz bor. O'sha nomerlarga operatorlar javob berishadi. Bank shot raqami tashlab beriladi. Xohlasalaring, eng yaqin bankka borib to'lov qilib berasizlar. Cheki bilan zagan pasportlaringizni tashlab bersalaring, joylarni bron qilib berishadi. Bundan tashqari, agar xohlasalaring, Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy ofisimiz bor, rasmiy kassamiz bor. O'zbek so'mida bemalol to'lov qilsalaring bo'ladi. Kelib, ko'rib, tanishib, N0014 litsenziyamiz ham bor. Centrum Holidays litsenziyasi, bemalol kelib ko'rib tanishsalaring bo'ladi. Hop, 10-yanvargacha narxlarda belgilandi, $1050 deb belgilandi. Agar vizalaring bo'ladigan bo'lsa, $950 dan qilib beriladi. Bemalol aloqaga chiqsalar, operatorlarimiz joylarni bron qilib berishadi. Haftaning seshanba, chorshanba kunlari Farg'ona, Madina, Farg'ona, Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Bir hafta bir marta Namangandan reysimiz bor. Kunda kunora Toshkentdan Toshkent, Madina, Toshkent, Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Joylarni bron qilib berishadi. Kami ko'sti bo'lsa, mabodo videomizda uzr so'raymiz. Hop, qarindosh urug' tanish bilish yaqinlarga bu video tashlab qo'yinglar. Umraga bormoqchi bo'lgan sog' bo'linglar.